Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Andijon viloyati Shahrixon tumanidamiz. Biz YouTube tarmog'idagi obunachimizni xonadonlarga qo'ygandik. Adashmasam bundan 1 yil bo'ldi-ki. 1 yil oldin. Shu akamizni qarindoshlarnikiga kelganmiz. Bu yerga 2 tarom, 2 teshik olib berganmiz. Redpen alyumin aldoks 1 da bo'lgan Antrazit G306 svetida. Aynalar 2 qavat, oqqa qora grey aynadan qo'yib berganmiz. Tay 2 kamerali PVX lambiri Tayhu brendiga ko'rishlar mumkin. Rezinkalari SPS bosma rezina, ruchka zamoylari. Ko'rib turibsizlar, graf. Ochilib yopilishlari shu moshni bo'ladi. Xo'p. Bismillah. Bu ichkaridan ko'rinishi, tashqari bemalol ko'rinadi. Qora grey aynada shunisi yaxshiroq. 3 ta ko'zlik o'rtadan bittasi ochiladi. Ochilib yopilishlari. Hamma yo'g'i moshni. Padagonik 35 lik qo'yib berganmiz. Ikki tomoniga 5 dan, oldiga 4 sm dan chiqarib berganmiz. Tayhu brendidan bo'lgan. Aylantirib penalargacha sepib berganmiz. Bir yo'li narxlarini aytib berib ketaman, qo'ldan kelgancha. Xo'sh, oldin qulflanishlarni ko'rsatib qo'yay. Moshni qulflanyapti. Xo'p, biri oltiga balandligi 220. Ikki qanotli eshigimiz ichkariga chap tomonga ochilgan. Aynalari 2 qavat, alyumin aldoks 1 da. Narxiga keladigan bo'lsak 2 600 ming so'm. Xo'sh, 126 ga balandligi 160. 3 ta ko'zlik o'rtadan bittasi ochiladi. Buni klassik fason deydi. Обычный holatdagi fason. Aynalari 2 qavat, padagonligi bilan 1 800 ming, 1 900 ming so'm atrofida chiqadi. Alyuminda. Bu eshik romimiz ham bir xil razmerda, почти 2 sm yo 3 sm farqi bor. Xo'sh, ichkariga chapga ochilgan 2 qavat aynak, oq qora grey, padagonik plus bir xil holatda bitgan. Xudo xolasa, shu bilan bugungi montajimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu akifadan uzoqlashmang, bu akifadan sizlar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.